Assalomu alaykum antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining hurmatli kuzatuvchilari. Navbatdagi mavzumiz daydi itlar to'g'risida. Demak, bizning Toshkent viloyati bo'yicha maxsus muxbirimiz Vahobjon Abdullayev bugun studiyamizga kelganlar va bularning murojaatlari bor. Assalomu alaykum Vahob. Assalomu alaykum Sardor aka. Qarang, hozir bir holat bo'lyapti Chirchiq shahrida. Fuqarolar ikki tomonga bo'lingan. Mavzu esa dolzarbligicha nimasan bo'ladi? Daydi itlar mavzusi. Ya'ni fuqarolar ikkiga bo'lingan bo'lsa, o'zbek millati bilan rus millati. Ya'ni bu millatchilik qilishyapti. O'zbek fuqarolari itni, daydi itlarni xavfli ekanligini takrorlasa, o'ris millatidagi fuqarolar esa daydi itlarning himoyasiga chiqmoqchi. Ya'ni o'sha eng qizig'i hayvonlarni asrash, nimasan bo'ladi? Daydi itlarni zararligini qancha gapirsak ham, qancha tushuntirsak ham foydasi yo'q. Lekin bizlarga bitta vaziyat o'tiryapti, ya'ni o'sha daydi itlarga hech kim tegmasa, bolalar tegmasa, boshqa qilmasa tishlamaydi deyapti. Lekin daydi itlar bitta ko'chada yurganda to'da bo'lib yuribdi. Endi tasavvur qiling, bola baribir bolaligicha qoladi, shu degan nima bor. Lekin qizig'i daydi it tashlanmaydi deyapti. U narsaga hech kim kafolat bera olmaydi, chunki hayvon baribir hayvonligini qiladi. Yana bir qiziqarli holat, daydi itlar ko'paymasligi uchun deyapti. Ya'ni daydi itlarni qarovsiz hayvonlarni saqlovchi priютlarga mablag' o'tkazish kerak deyapti. Endi bu yerda bitta narsa qiziqda, insonning qadri hatto unchalik ham emas ekan. Sababi daydi itlarni priютga pul o'tkazishni taklif qilishyapti. Lekin men o'zim shaxsan Chirchiqda kecha bir kambag'al oilani ikkita farzandini kasalxonaga o'tkazish uchun kasalxonaga yugurdim. Poliklinikaga bordim, boshqa qildim. nimaga kasalxona qabul qilmadimi? Ya'ni aholini kambag'al qatlami bir chetda qolib, daydi itlarni priютga yordam berishimiz kerak ekan. Shunda bitta men uni tushuna olmayapman. Insonning qadri unchalik emasmi? Hozir bir narsani aytib o'tishim kerak. Aynan men ham o'sha Chirchiq shahriga borganimda ko'p holatlarda o'sha daydi itlarning gala bo'lib yurishini ko'p guvohi bo'lganman va adashmasam bu bo'yicha hokimiyat qoshida obodonlashtirishi maxsus it ushlash xizmatlari mavjud, to'g'rimi? Endi vaziyatda har xil nimasan bo'ladi, Chirchiq shahar obodontirish boshqarmasining it ushlovchi xodimlari harakat qilmoqda. Lekin bitta vaziyat, ya'ni o'sha hayvonlarni himoya qiluvchilar bor-ku, itlarni ushlashga qo'ymaydigan turlari bor odamlarning. Sabab bunga nimaga? Bu daydi itlar baribir odamlarga ertaga xavf tug'diradi. Bu narsa baribir u hayvon, uni tishlamaydi bo'lmaydi. Oddiy misol, uyda boqiladigan it ming egasiga o'rgangan bo'lsa ham tashqariga olib chiqishi o'ziga yarasha tartib qoidalari bor. Ya'ni jamoat joyida yurishda maskalarni taqib yurish kerak. Nima deydi buni? Namordliklar deydi, seplari bo'ladi. Qanaqasiga u xonadonda boqiladigan it odamga xavf tug'diradi-yu, ammo daydi itlar xavf tug'dirmaydi. Endi daydi itlarni ham ushlab ketgandan keyin o'ziga yarasha, demak, tartib qoidasi mavjud. Ularni maxsus o'sha o'zini priютлariga olib borishadi, qamashadi, boshqa narsa qilishadi. Nima sababdan odamlar bunga ruxsat bermayapti? Nima endi daydi itlar ko'chada yurib, Chirchiq aholisi demak doimiy ravishda xavotirda yashash kerak emas. Misol, men ham agar mahallamda daydi itlar ko'payadigan bo'lsa, obodonlashtirish boshqarmasini demak maxsus it tutish xizmatlariga qo'ng'iroq qilaman. Sababi ertaga meni bolam ko'chaga chiqadi, o'sha platformada aylanadi, boshqa narsa qiladi. Xudo ko'rsatmasa, agar ertaga it tishlab oladigan bo'lsa, aynan daydi it tishlab oladigan bo'lsa, men dodimni kimga aytaman? Qarang, Sardor aka, mana hozir bizani ko'prik kuzatadi. O'sha daydi itlardan aziyat chekayotgan insonlarga va daydi itlarni himoya qilayotgan odamlarga bitta gapni aytaman. 2025-yil mana uyim oldida 3 yoshli qiz bola jiyanim yugurib ketayotganda, ariqning ichidan daydi it yugurib chiqib jiyanimni tishlagan. Dodingni kimga aytasan buni? Yugurib ketayotgan, indamay yugurib ketayotgan bolani ariq ichidan yugurib chiqib tishlab o'tdi. Bu narsani o'z vaqtida men tarmoqqa ham chiqardim. Endi daydi itlarni himoya qilayotgan odamlarga bitta gap aytaman. Agar shu itlarni qadrsizlar uchun qadri bor bo'lsa, marhamat, uylarga olib ketib boqinglar, hech kim qarshi emas. To'g'ri. Lekin bu daydi itlar ko'chada yurishi aholi uchun xavf tug'dirishi turgan gap. Agar itlarga joninglar achiyotgan bo'lsa, marhamat qilib har bitta itni o'sha uylarga olib ketinglar.
Lekin fuqarolarni sog'lig'iga, hayotiga xavf tug'dirish kerak emas. Yana bir narsa, qo'shnilaringizdan xabar oling, kambag'al qatlami bor, baribir. To'g'ri. Qo'shnim och uxlayotganda daydi itlarni priyotiga pul o'tkazish kerak deyish bu уже absurd. Yo'q, mana shu narsani kim aytyapti? Daydi itlarni priyotiga pul o'tkazish kerak deb. Kim aytyapti? Aka, men o'zim doimiy yordam berib boraman, bilasiz. Ya'ni kambag'al oilalarning ko'piga yordam beraman. Sababi insonning qadri ulug' narsadir, aka. Hozirgi vaziyatda itni qadrini insonnikidan ulug' qilib qo'yishdi. Ya'ni ayni darhaqiqat o'sha kecha Chirchiq shahriga borganimizda ham o'sha Vahob bitta oilaning farzandini kasalxonaga yotqizish bo'yicha hali bu kasalxonaga chopyapman deyapti. Sabab nima? Chirchiq shahrida ko'ykali joy yoki ko'ykali yetishmaydimi kasalxonalarda? Chirchiqda nechta kasalxona bor? Chirchiq shaharda birlashmasi bitta, garmi. Undan tashqari ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bor, infeksion kasalxona, bolalar kasalxonasi. Lekin it ishlagandan keyin baribir Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga, ya'ni Tivataga murojaat qilinadi. Ya'ni kecha it ishlagan bola bo'yicha murojaat qildinglar sizlar. Men kecha kasalxonaga yugurganim masalasi, ya'ni bolalar tibbiyot markaziga Chirchiq shahrida propiskada turadigan fuqaroni bolalarni o'tkazish uchun bordim. Lekin uni bolalarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmas ekan. Sababi bitta bolalar kasalxonasiga o'tkazish uchun hududiy poliklinikaga borish kerak. Undan tashqari markaziy poliklinikaga borasa, markaziy poliklinikadan yana hududiy poliklinikaga. Hududiy poliklinikadan hujjati to'g'rilab keyin markaziga boriladi. Markazida ham sakam 1 soat order olishga vaqt ketadi. Ana undan keyin bolalarni kasalxonasiga boriladi. Yurtboshimiz aytayotdilar, hozirgi kunda raqamlashtirish masalasi. Aynan. Lekin yo'q, unaqa narsa emas, hujjatbozlik. Ekstremniy holatlarda nima qiladi? Navbat masalasi, hujjat olish kerak, u hujjatda bir. Bunisini bir, order olib keyin kasalxonaga bir. Bu shu o'yin bo'lib ketgan. Eng qizig'i, bolalar kasalxonasini qabul soati ertalab 8 dan kechki 5 gacha ekan. 5 dan keyin qabul qilinmas ekan. Ekstremniy Chirchiq holat. shahar tibbiyot birlashmasiga murojaat qilish kerak. Ekstremniy holat. Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga murojaat qilinganda mana o'sha men kechaga aytgan ayolimning masalasi Jivati o'sha Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga borganda pediatr yo'q. Pediatr yo'q bo'lgan ekan. Oxir oqibatni iloj o'sha ayol bolasini olib bolalar kasalxonasiga murojaat qildi. To'g'ri, qabul qilmaymiz deyishgan ekan, bu narsaning tartibini tushuntirishim, men tushundim. O qo'ng'iroq qilingandan keyin bolani уже qarab birinchi yordamni ko'rsatishdi. Lekin bolani o'tkazish masalasi уже sarsongarchilik paydo bo'ldi. Hujjatbozlik. Demak, holat tushunarli. Hurmatli Toshkent viloyati hokimligi, Chirchiq shahar hokimligi, Toshkent viloyati tibbiyot boshqarmasi va Sog'liqni saqlash vazirligidan ushbu holatni nazoratga olib va kerakli choralarni ko'rasizlar degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.